Abdurahmonov. Alo, assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Va alaykum, yaxshimisan? Qayerdasiz? Uyda edim, dam oldim. Abdurahmonov, tinchmi? Ha, mazangiz yo'qmi? Ha, hech mazam bo'lmayapti. Ha, mayli, sog'ayib keting. Xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Sog'lik salomat tilayman o'rtoq boshliq. Abdurahmonov, orqamdan pol yursanmi? Abdurahmonov, nima yeysan? Ayt, hammasini muhayyo qilaman. Qirg'aga bekor kelmayman bilasan. Mustafa milliy teatrda ovqatini yorib yuboradi barcham. Har doim mendan xafa bo'lardim. Buxarsk kuxnaga olib boring, Buxoroning ovqatini olib bering deb. Mana maxsus Buxorodan povurlar chaqirtirishgan ekan o'zlari. Barcham shunday qilib joylashganda bu. Qara, aysi deysanmi, shashlik deysanmi, nog'rin deysanmi, lag'monmi, besh barmoqmi, nima olib beray? Hammasini muhayyo qilaman Abdurahmonov. Uyg'oqlari ham bor buni bolalar uchun. Nima xohlaysan Abdurahmonov? Faqat ishxonadagilardan biz siz bilasan-a? Qani ovqatga qaraysiz, ol. Ovqatlari zo'r ekan, yoqdimi senga? Juda zo'r ekan lekin. Aytdimmi senga ovqat deb Abdurahmonov? Вообще. Hozir promo'ta. Assalomu alaykum akajon. Yoqimishlar, kamchiliklar bo'lmadimi? Zo'r. Mamnun aka berib yuborishdi. Yo'q, chiqib ketgan aka to'laydi. Shef siz aytib yubordilar-da, siz to'laysiz ekan aka. Charchamang.